Al-Vahhab. Al-Vahhab ismi ne'matlarni behisob beruvchi zot degan ma'noni anglatadi. Vahhab so'zining lug'aviy ma'nosi hibasi, iltifoti, atosi ko'p demakdir. Arab tilidagi fa'al siyg'asi mubolag'a uchun qo'llanadi. Alloh taolo Vahhabdir. Bandalarga o'zining buyuk fazlidan ato qiladi. Ularga ne'matlarini ketma-ket beradi. Tortiqlarini mo'l-ko'l qiladi. Zero har bir narsaning xazinasi, osmon yer malakutlari, butun ishlarning jilovi Alloh taoloning izmidadir. Alloh taolo o'z mulkida xohlaganidek tasarruf qiladi. Inson aql va qalbdan iborat. U aqli bilan Allohni taniydi, qalbi bilan u zotni sevadi. Vahhab ismi ana shu muhabbatga taalluqlidir. Imomi Shiblidan bir kishi Alloh taoloning go'zal ismlaridan qaysi biri sizning tilingizda ko'p aylanadi deb so'rabdi. U kishi Al-Vahhab ismi, chunki u borliqni hiba, tortiq qilgan deb aytdilar.